Barchaga assalomu alaykum. Bahordan hammaga salom. Bugun sizlarga hozirgi tomorqamizning bahorgi holatini ko'rsatmoqchiman. Gullar ochilgan, daraxtlar gullab yotibdi. Kartoshka ekdik, uni ko'rsataman. Sabz ekdik va har xil ko'katlarni ham. Bu traktor edi. Traktor bahor. Har xil ko'katlarni ham ekkanmiz. Ular ham hozir endi chiqishni boshlayapti. Boshlaymiz ekskursiyani. Tur по нашему огороду. Bu yil anjirlarimiz ham xudoga shukr yaxshi solgan. Mana bular hammasi hosil, bu o'tgan yilgi hosil. Bu kerak yo'q, bu o'g'it. Mana bunday bog'lab chiqdim boyadi. Ertalab anjirda orasi ochiq turishi kerak. Mana bunday quyosh nuri va shamol kirishi uchun va hosil yaxshi bo'lishi uchun. Bunisini hali yoyganim yo'q. Bu bilan naragisi turibdi. Mana bu yerda bodomimiz ham bor. Bu bodom, lekin bodomni toshli joyga ekadi deyishadi. Endi biz mana shu yerga ekib qo'yganmiz. Bu yerda anjir. Ana o'rtaga shaqa. Mana bu anjirdan olib ko'chirdim. Endi xudo xolasa bu anjirni bu yerdan olamiz taktuvi bilan. O'shoqdagi anjir xudo xolasa o'sib chiqqandan keyin anjirni o'rtada qilamiz. Aylanib yurish, yeyish oson bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan ko'mish oson bo'ladi. Uchinchidan mana bunday orasini ochish juda ham oson bo'ladi. Mana bu anjirlarni qarang. Hosilini bu hosillar chirib ketmasligi uchun uni o'rtasini ochish kerak. Bo'lmasam to'panak, tortanak bosib ketadi, pauchina bosib ketadi. Keyin sekin-asta chirishni boshlaydi bu. Havo kirmagandan keyin, quyosh nuri kirmagandan keyin mevasi, hosili kam bo'ladi, bori ham kasal bo'ladi. Xullas kalom anjir yeganday bo'lmaysiz. Shuning uchun ham anjirda orasi ochilishi kerak. Xuddi shunday anor ham ko'tarilishi kerak, lekin endi bizda 3 tam 4 tam anor tupimiz bor. Bizda hech kim anor unchalik yemaydi, shuning uchun bechora anorlarimiz mehr muhabbatdan birozgina qurib qolishgan. Lekin ularda ham qarash kerak. Mana bu yerda 3 tup shaftolimiz ham bor. Shaftoli endi ko'p, lekin mana bunisi ham gullabdi. O'tgan yil adashmasam gullamagandi. Xudo xolasa buni ham hosilini bu yil yesak kerak. Bu ham gullabdi. O'tgan yili adashmasam mana bu shaftoli bor yo'q bitta dona hosil berdi. Bunisi umuman bergani yo'q. Keyin u mana yoqda bor. Hozir ko'rsataman. Mana shunday shaftoli bergan. Xo'p, mana bu yerda bu shaftolimiz bor. Unchalik ham katta emas, shuncha shaftoli bu kattaligi. Lekin o'tgan yili yaxshi hosil yedik bundan. Shirin, julli shaftoli. Bu yerda junsiz shaftoli shu faqatgina mana bu
mana bu daraxt. Unisini hosilini yemaganmiz, shuning uchun bilmaymiz unisini qanaqa ekan. Xo'p, mana bu shaftolimiz ham junli shaftoli. Lekin buni hosili o'zi ham shunday katta shaftoli bo'lar ekan. O'tkinlik katta sochli shunaqangi bir shirin, shunaqangi bir suvli shaftoli bo'ldi. Maza qilib yedik to'g'risi. Xo'p, yana bitta shaftoli bor. Mana bu shaftoli o'tkinli mana bu tomonga qarab shoxi yotib qolgandi. Balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Biz buni bahorda bu yil kesdik. Shoxlarni, ortiqcha shoxlarni hammasini kesib tashladik. Ishlov berdik xullas qolgan bunga. Bahorda emas, qishda, yanvarda boshida. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil kuz oyida mana shu uzumlarni hammasini kesib, nima qilib chiqdim? Ko'mib chiqdim. Hozir qaytadan yana bular qator tol bo'lib, chiroylikgina qilib nima qilindi? Taxlandi. Xo'p. Mana bu yerda jo'yagini olib qo'yganman. Bitta, ikkita, 3 ta naryoqda ham bor. Ketadi bu yoqqa. Lekin hech narsa hali ekilmadi. Mana bunisiga 1, 2, 3 taga sabz ekkanmiz. Naryoqdagi nechta yerda? 1, 2, 3, 4 ta. 4 taga bu yerda ko'kat ekilgan. Zelin, ukrop, petrushka. Uzr, adashdim. Boyagi 4 taga lavlagi ekilgan. Zelin nargisiga ekilgan. Naryoqda 5 ta, 6 ta kichkina jo'yakchalar bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana bu zelin. Bu albatta qo'ylardiki. Qo'ylarimiz yo'q, lekin odatda buni o'ramiz, bosib somonxonaga qo'yib qo'yamiz keyin. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa olib ketishadi. Ba'zida o'zimiz ham qish oylarida bitta ikkita bog'ini olib tovuqlarga berishimiz mumkin. Vitamin sifatida. Yana nimani ko'rsatsa bo'ladi sizlarga? Aziz va mo'tabar teletomoshabinlar demoqchi edim. Kartoshkamiz bor. Kartoshkani bu yil biz kech ekdik. 10 ta qator kartoshka ekdik, lekin kecha yaqinda dadam bilan shu mana shu yergacha kartoshka ekilgan. Undan u yoqqa hali hech narsa ekilmagan. Anjirimni ham ko'rsataymi? Bargchalarni ko'rsangiz bo'lar. Mana bu yoqda bitta, mana bu yoqda ikkinchisi. Bu anjir kichkina tomirchalarni olganman. 5 tami tomircha oldim. Undan keyin o'sha anjirni ekib qo'ygan edim. Xudoga shukr, o'shandan 3 tasini olibdi. 3 tasi ham yetadi bu yil kuzgacha. Umid qilamiz. Hech bo'lmasa mana shunisiday bo'ladi, umid qilamiz. Agar shunisiday bo'lsa, uni bemalol. Endi unday bo'lmasa ham baribir ko'mish kerak. Yana yilga yana ham kattaroq bo'lish uchun, xudo xolasa yana yil mana shu anjirni razmerida bo'lgandan keyin uni bemalol olib nima qilishimiz mumkin? Nargi anjirlarni kesib tagi bilan yo'q qilishimiz mumkin va o'sha yerga kartoshka ekadigan qilishimiz mumkin. Nimaga bu narsani qilish kerak desangiz, devorga yopishtirilgan uzum bor. Ya'ni mana o'sha uzum bu men orqasida uzum ko'ryapsiz. Yoz oyi mana bu anjir shunday butalab ketadi. O'sib bir narsa bo'lib ketadi. O'sha payti bu uzum ham butalab ketadi shunday. Mana bu yerda yurib bo'lmaydi. Nimaga? Butalab ketganligi uchun emas, aksincha mayda pashshalar ko'p bo'lganligi uchun. Pashshalar shunchaki to'lib ketadi, что og'zingizga ham, ko'zingizga ham kirib ketishi mumkin. Ko'zga ham kirib ketishi mumkin. Juda ham yoqimsiz his. Shuning uchun nima qilamiz? Narga anjirni o'stiramiz va buni tagi bilan yo'qlamiz. Uzumga joy ochamiz va
mana shu yerga ham kartoshka ekadigan qilamiz. Kvalda truba qoqildi. Texnologiyani ko'ryapsizmi? Hamma ham bunaqangi nima? Продвинутый texnologiya bo'yicha qilmaydi. Faqat bizda. Bunaqasi faqat bizda. Slivani ham ko'rsataymi? Sliva o'tkini zo'r yedik. Pishaklar o't yeyishyapti. O'tgan yili o'rik 3 tami 4 tami soldi. Undan oldingi yillar o'rik solmasdi. Mana bu yerda bizda bitta o'rik bor, ikkita o'rik bor, 3 ta o'rik bor. O'rtada mana bu yerda yana qayerdadir ham bitta o'rik bor edi, lekin uni olib tashladik. Chunki xalaq berayotgan edi. Bu yil Xudoga shukr. Bu yil Xudoga shukr o'rik solgan. Xudo xolasa o'rik yeyiladi bu yil. Hamma daraxt sopdi, uchala daraxt ham sopdi. Bu yil amakimda daraxti ham sopdi, dajonimda. Mana bu yerda yana bitta sirenimiz bor. Bizda tuxum fabrikamiz. Bu bizning tuxum fabrikamiz. Hop, mana bu tomonda malinalarimiz ekilgan. Bu tomonda nomini esimdan chiqardim, nima ekanligini to'g'risi. Bu oddiygina qilib aytganda tarvuzchalar bor-ku, qop-qora tarvuzcha, o'shunaqa narsa bu. Mana shunaqasiga qilib ekilgan.
Qishloqda yashashning yana bir foydasi, plyus tomoni shundaki, ko'k osmon bulutlari bilan kamera va so'z bilan tasvirlab bo'lmaydigan go'zallik. Qarang. Menga eng yoqadigan tomoni o'sha osmonga qarab o'tirish. Prям men bulut bor payti, bulut yo'q payti unchalik ham sezilmaydi-yu, lekin bulut bor payti, xuddi mana shunaqa bulutlar bor payti osmonning go'zalligi haqiqatdan ham ko'rinadi. Juda ham keng, prям как будто shu imkoningiz bo'lsa-yu, hozir uchib ketsangiz yo'q. Mana shunaqa. Da. Okey, shu bilan bizda bugungi epizodimiz o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. O'ylaymanki, bu go'zallik, bu yashillik sizni ko'nglingizga ozgina bo'lsa ham quvonch baxsh etdi. Ko'nglingizda birozgina, ko'zlaringizni ham bir nima qildi? Xursand qildi, quvonchli qildi. Chunki shaharda yashaydiganlar bunaqangi go'zallikdan mahrum bo'lishganlar. O'zlarini bunaqangi bir go'zallikdan, bunaqangi erkinlikdan, bunaqangi bunaqa musaffo osmondan, hammasidan o'zlarini shaharga ko'chib ketish orqali mahrum qilishyapti. Shuning uchun odamlarga bir ko'ringlar, sizlar nimalarga almashyapsizlar degan bir nima deydi? Pasil deydimi? Rus tilida aytganda. Shu kanalga 3-4 oyda bir marta rolik qo'yaman. Umid qilaman meni kechirasizlar deb. O'z nasli olganda bu kanal, to'g'risini aytsam, qishloq haqida emas, umuman men hayotim haqida. Ya'ni men nimaga qiziqsam, nimani yoqtirsam, o'shani ko'rsataman. Hobbi sifatida, ko'nglim uchun deydi-ku. Ko'ngil uchun bu kanal. Nimaga? Chunki boya aytganimda, ilhom kelgan payt faqatgina bu kanal bilan ishlayman. Ya'ni o'zimni kayfim uchun olinadigan kanal dedim-ku. Xudo xolasa yozda seriya qilish niyatim bor. Kinematografik formatda 7-8 seriya bo'lishi kutilyapti. Xudo xolasa juda ham qiziq seriyalar bo'ladi. Tabiiy ravishda ssenariy asosida yoziladi hammasi. O'tkazdirib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Sizda obuna bo'lganingiz va videoga like bosganingiz kanalni o'sishiga yordam beradi, menga ham yordam beradi. Keyingi epizodda ko'rishamiz.